Hammaga assalomu alaykum. Men Abdukarim. Bugun sizlar bilan ko'pchilik buni qiziqadigan, ko'pchilik qilishni xohlaydigan narsa o'rganamiz. Ya'ni kompyuterni mana shunaqa ko'rinishi, mana shunaqa narsalarni mana bunaqa ko'rinish olib kelishga harakat qilib ko'ramiz. Mana buni hozir sizlar ko'rsataman. PC build, ya'ni живой обойлар mana har xil. In today's video, I'm going to be showing you guys animatsiyalar arqa fonda qo'yishni o'rgataman. how to Mana bu mashina qo'ygan shunaqaga shunaqa qilish o'rgataman. Xo'p, bo'lmasa birinchi navbatda o'zingizga qaraysizlar. Agar sizda mana shu joyda hech nima chog'lamasanglar, nima qilib qo'yasizlar? Osonroq yo'l, ya'ni hammasini ko'plar aytadi, bunday qilib papka ochib tiqish kerak deydi. Yo'q, shart emas. Oddiy yo'li mana shu rабочий stolga o'ng tugmani bosib turib, view da show desktop icons deb sizlar galchka turgan bo'ladi, ya'ni o'chirib qo'ysanglar bo'ldi. Mana arqa fondagi shu ikonkalar yo'qoldi. Endi mana arqa fon yo'qoldi. Endi agar mana shu videoga e'tibor bergan bo'lsanglar, PC build. in today's video, I'm going to Mana be showing you joylari bor, ko'rsanglar agar guys pastki qismi mana oppoq turibdi. Oqmas, qora turibdi, ammo shuni ya'ni shaffof qanaqa ko'rinmaydigan qilishni yo'lini hozir o'rgataman. Bu ham shu chiroyli qilishga kiradi. Nimaga? Chunki mana bu yerdagi narsalarni ko'rib, xuddi bu mana bizanchoqlar havoda turgandan ko'rinadi. Ya'ni odam ko'rganda boshqa antiqa bir g'arib tuyuladi. Uning uchun Microsoft Store kiriladi, ya'ni Microsoft magaziga kiriladi va bu yerdan yoziladi translucent TV. Mana shuni ochiladi va mana bunisi emas, mana bunisi. Gapga o'xshaydi, mana bunisi olinadi. Bunisini bilmayman. Buni olganman, lekin yaxshi ishlamayapti. Mana bunisini olinadi. Men buni olganman. Mana bunaqa install turgan bo'ladi. Install qilasizlar, keyin open qilasizlar. Open qilsanglar, mana shaffof turibdi. Mana endi hozir buni agar bundan shaffofni tashqariga chiqarmoqchi bo'lsanglar, mana bu bunaqa ikonka bo'ladi. Shu ikonkadan mana TB mana shundan bemalol o'zi yoqqalarni qo'ysalar, cleardan opaga o'tkazib qop-qora tuyuladi. Ko'rinadi. Yana shu desktopdan blurga o'tkazib qo'ysalar, sal xiraroq aytib bersalar, mana bu yoqdan, mana bu yoq xiraroq. Keyin yana bitta funksiyasi akril. Bu bilmayman qanaqalik, bu boyga o'xshaydi. Shunday qilib to'g'rilaysizlar, ko'proq mana bunisi odamga clear qilsalar topdi-da. Ochib turadi. Endi mana qaranglar. Mana bu qism sizlarga kerak emas, sizlar faqat mana shu qism o'zini ko'rmoqchilar, nima qilamiz? Mana bu narsalar kerak emas. Keyin mana bunaqa narsalar agar Windows 11 bo'lsa, ularni joyiga o'zgartirish ham mumkin. Qanday qilib? Mana bu yerdan taskbar behavior'dan center. Shu center left qilsa, bu yoqqa o'tib qoladi. Center qilsa centerga o'tadi. Va yana o'sha xuddi o'sha oynadan taskbar settings, taskbar behaviors, mana bu birinchi turgan galchani o'chib turasizlar, yoqib qo'ysanglar, mana bu pastga tushib ketadi. Pusk menusi pastga tushib ketadi. Topda o'zi qoladi. Xo'sh, mana qildik. Mana shaffof qildik, mana ko'rinmayotgan qildik. Va mana bu rабочий ikonga olib turadi. Endi nima? Mana bunaqa video sifat arqa fon qo'yishni hozir o'rganamiz. Buning uchun yana Microsoft Store ga yuzlanamiz. Bundan Lively wallpaper deganni olamiz. Ikki xil yo'li bor. Lively bu tekin versiyasi. Steam degan dasturdan bor, u pulli versiyasi $100 ga olinadi. Keyin buni men olganman. Open qilamiz. Open qilganimizda mana shunaqa aboy tushadi.
Bu aboy Lively'ni o'zi bilan kelmaydi albatta. Men buni qidirib topganman. Lively'ni o'zida nima bo'ladi? Birinchi navbatda mana bu bo'ladi. Sizlarga ko'rsataman mana. Keyin mana bu bo'ladi. Va bunisi bo'ladi. Meduza. Keyin mana bu bo'ladi. O'ylash bo'yicha mana bu ham bo'ladi. Keyin mana bu simple system degani bo'ladi. Bu sizning kompyuteringiz kuchi, qanaqa video karta, nimasi bor, qanaqa tosh, operativka qanday ishlayapti, hammasi ko'rsatadi. Memory 16 GB, o'rda ishlayapti, 50% dan pastroqda ishlayapti. Realtek bu mikrofon, ovoz chiqargich, tosh, mana Core i5, RTX 3050 ko'rsatadi. Keyin mana bu Mendeleyev jadvali, kimyogarlar uchun ham qo'l keta kerak. Mana Vassilosda mana birinchi aylanada qancha hammasini ko'rsatib beradi. Bu juda zo'r ishlangan wallpaper o'zimga yoqadi. Mana bosslar har bitta sinfda har bitta bo'limni ko'rsatib beradi. Alohida rang qilib qolganlarni shaffof qilib qolganlarni o'chiradi-da, asosiy rangni bilaveradi. Bu noma'lum moddalar. Xo'sh. Yana nimalari bilan birga keladi? Ko'rsatdik va televizor. Bu televizor shunday funksiyasi borki, agar sizlarda mana Spotify degan dastur bo'lsa, shundan musiqa qo'ysanglar, orqa fonda mana shu musiqani rasmi chiqib keladi. Bu qanaqa musiqa eshityapsiz, nomi nima? Misol uchun ba'zi biri bo'ladi, Spotifyda ochib yopib qo'yadi-da, musiqa qo'yib eshitib ketaveradi, qanaqa qo'shiq chiqib qoladi. Shuni ochitmaydi, orqa fondan ko'rib bemalol bilib olish mumkin, qanaqa qo'shiqligi. Shunaqa Lively'da shu o'zini funksiyalari bor. Okean va bu men kamdan kam ishlataman, lekin ishlataman kamdan kam. Mana bunaqa shular. Shu hozir men ishlatganim, bular mana shu ko'pincha ishlataman. Mana buni hamda buni. Bu to'ralasi topilishi qiyin, qidirgan odam topolmaydigan, kam topiladigan narsa. Agar shu video 100 ta like yig'sa, mana shu 4 tala shu aboyni Telegram kanaliga tayyorlab qo'yaman. Telegram kanal silkasi opitsiyada bo'ladi. Bundan da yaxshirolari bor albatta. Agar bundan da yaxshirolar kerak bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Bundan da yaxshirolar bizga kerak, aytvoring deb yozsanglar, men albatta topib yana shu Telegram kanaliga tayyorlayman va Telegramda albatta tepada qadab qo'yaman. Sizlar bemalol topsanglar bo'ladi. Xo'sh. Keyin biz aboy qo'ydik. Mana buni ko'rmagan qildik. Va buni ko'rmasdan tashqari kursor mishga tushmagan paytda oddiy bo'lishini ham turmasligini, ya'ni qanaqa qisqa tushuntiraman. Kursor mana mishga bu yerda tursa, ishlamaydi. Mana ustida kelsangiz ko'rinadi-ya. Qildik va endi nima qoldi? Mana bu kursor mishkani oqdan boshqa shtirga o'tkazish hamda buni bitta qo'shimcha bir funksiyasi bor, ya'ni telefonlar bilsanglar soat turadi va hafta kun turadi. Shuni shu ikkalasi qoldi. Xo'sh, hafta kun soat qo'yishni oxirlashtiraman. Hozir nima? Mana shu mishkani ko'rinishini almashtirish, siqacha ko'rinishini almashtirish o'rgataman. Personalizatsiyadan semiz va mouse kursor default turadi. Default bu Windows o'zi bilan keladi. Men bu yerda anchagina topib olib qo'yganman. Misol mana. Yes. Okay. Mana bu animatsiya. Qizil. Infrared, infragreen, prismatic, ko'p. Techno blue. Men ko'proq ishlatganim, men o'zimga yoqayotganim mana bu high quality macOS, ya'ni MacBookda kursori shu menga yoqadi. Hamma o'zi didi bor. Dillariga qarab ko'rasizlar. Mana bunaqa ham yaxshi, kichkina, yo'lni katta turmaydi.
Xo'sh, buni qilishni qanaqa qilishni hozirga o'rgataman. Biz yana Google ga kiramiz. Google ga kirgan holatimizda shu yerga yozamiz. Source for Windows. Windows'ingiz versiyasiga qaraysiz, 10 bo'lsa 10 yozasiz, 11 bo'lsa 11. Mana hozirda bu 11. 11 bosganingizdan so'ng bu yerga bu yerda chiqib keladi, ancha chiqib keladi. Men ko'proq mana bu saytdan olaman, hamda bu saytdan olaman. Divine Art ko'proq tanlov bor. Mana boyagi saytda ham ko'proq tanlov bor, lekin Divine Art qanday ishonchliroq men uchun. Nima bilmadim. Lekin mana bunda akkaunt so'ramaydi. Shuni ustonga qilsak bo'ladi. Lekin bitta muammo, ustonga qilish sal boshqaroq narsa. Mana turibsiz, lekin sizga ko'proq kerak. Pastda yo'q. Mana pastda bular bor. Lekin bular qanaqadir sizga yoqmaydi. Qanday qilasiz? Bor yo'q, kursorga o'tasiz, ila Windows. Bo'l. Mana yana shu kursorga chiqarib beradi. Glitch, mana Peranion bor, Terra bor, Ketro, yana Mac, Spider-Man, Spider-Man, Kuda. Shunaqa. Mana sizlar hozir buni holatimizda shu Kudan olib ko'raman. Olib sizlarga qo'yib beraman. Mana qanaqa ko'rinadi. Xo'sh. Ikki xil versiyasi bor. Ikki xil ustama qilish bor. Sketch server, Yandex Disk. Mana ko'proq Yandex Diskdan foydalanaman. Yandex Disk foydalangandan so'ng mana kirgandan so'ng Sketch'ni bosamiz. Sketch'ni bossa, mana bu yoqqa zip fayl tushadi. Buni zipdan ochib olamiz. General extract. Pastga tushdi mana. Bir pastga nuqta. Mana bu yerdan inverted. Bu bunaqa. Endi mana tushdi. Buni nima qilamiz? Mana bu yoqqa install degan fayl bor. Shu o'ntaga bosib turib install qilamiz. Yes. Mana bunaqa chiqadi, Windows setup chiqadi va mishkani mana. Birdan ochib oladi, sirad ochadi. Agar sirasi ochmasa, qanday qilamiz? O'ng tugma personalize. Shundan zemiz va mana bu mouse kursor. Shu yerdan o'ziga yoqqan tanlayverasiz. Bu yoqqa Windows har xil bor. Kattasi bor, kichkinasi bor. Biz hozir Kudani qo'yamiz. Kuda qo'yildi, ishlaydi. Endi buni o'rgatdim. Men mana bu yerga soat qo'yish, vaqt qo'yish, haftaga qo'yishni o'rgataman. Buning uchun sizga Rainmeter degan programma kerak bo'ladi. Buni ham mana saytda sekasi opsiyonada bo'ladi. Download bosasiz. Windows 7 dan balandda ishlaydi. Bo'lsa Mirrorda olib ko'rmaganman, men chat ko'rmaganman, haqida ma'lumotim yo'q. Keyin download bosganingizdan keyin fayl tushadi. Tushgandan so'ng buni uстановка qilasiz. Uстановка qilganingizdan keyin mana bu yerda Rainmeter belgisi paydo bo'ladi. Bu yerdan skinsga hech qanday narsa bo'lmaydi. Menda bor, bitta olib qo'yganman. Clock. Mana shuni olib qo'yganman. Bunaqa narsalarni saytlardan olinadi, lekin o'sha Rainmeterda o'zida yo'q. Mana Illustrator o'ziniki mana. Oddiy ko'rinishga. Buni yana qo'shimchalarni qanday olinadi? Oson. Skins for Rainmeter. Qo'y. Rainmeter ekan. Rainmeter. Mana Rainmeter skins, Divine Art, Rainmeter o'zida ham bor. Ko'p. Mana shu yerdan bittasini olib sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, qaysi? Deylik. Colored yo'q. Mana bu. Bu mana bu so'qa qo'ygan paytda animatsiya bo'layotgan bunda. Sana ko'rsatayotgan. Olib ko'ramiz. Ketdi mana. Download arena degani bor. Bosamiz, bosganimizdan so'ng bundan nima qilamiz?
turgan turishib ustida ikki marta bosamiz. Install chiqadi. Install bosganimizdan so'ng mana birdan ochib ketdi. Buni ahamiyat bering. Mana bu joydan ushlaysiz. Mana bu boshqa joydan ushlab qo'yib tortib ketaman deb o'ylamang. Mana shu joydan ushlaysizda o'zingizga to'g'rilab olasiz. Keyin mana bu sizga yoqmayapti, katta narsa yoqmayapti. O'ng tugma bosasiz. Ustda yana mana bunaqa joyi emas. Bu joyga bossangiz bu Windows o'z narsani chiqib ketadi. Ustga bosganingizda chiqib ketadi. Unload screen qilasiz, bo'ldi. May 15-may. Buni o'tkazib mana bu maqsadda kiramiz. Ko'taramiz buni. Bu at the moment the temperature in your location hozirgi joyda havo harorati. Biz yerga kiramiz. Keyin mana bu. Bu ham current time is bu vaqt. Current time is tunni 99% o'tdi. Buni yapamiz. Buni funksiyasi bor. Ustga bitta bossangiz mana shu. Spinni ustga bitta bossangiz nima fayl borligi ko'rsatadi. O'ng tugmani bossangiz tozalaydi, sirasi tozalaydi. Bu esa shu musiqa qo'ygan paytda hozir ko'rsataman. Bu kerak yo'q bilmayman, lekin menga ko'proq mana shu va boyagi o'chirib olganim kerak. Bekor o'chirib oldim. Skinsdan Irena data timer. Time mana shuni olib qo'yib qo'yasiz, mana taydan qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Shu yoqqa turadi, vaqtni aytadi. Mana kompyuterimiz oldin qanday edi, mana hozir qanaqa ko'rinishga keldi. Yana live-lega menga eng yoqadigani mana ikkalasi bilmayman qanday ketdi. Mana qo'ysam bo'ladi. Mana shunaqa bilan tushdimmi bilmayman, lekin bu misol tariqasida ko'rsatdi. O'zim ko'proq ishladigani mana bular. Prototype time load mana shuni ko'proq ishlataman. Buni mana prosta misol uchun oldim. Mana o'chib turasam bo'ladi. Tamam bo'ldi. Vaqt ko'rsatadi. Mana bu sanallar faqat bunaqasi ko'rsatadi. 15:05 kilogramm ko'rsatadi. Shu keyin bu yerdan rangini to'g'rilashtirib bo'ladi. Mana videolar oxiriga yetib qoldi deyarli. Agar video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Agar bunaqa videolar kam chiqdi, yana chiqsa xohlayman desanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Harakat qilaman hammasi o'qib chiqishga. Xo'sh, mana kompyuterni suhbatga keltirdik. Agar o'sha boya aytgan video yoqqan bo'lsa, unutmanglar. Hammaga xayr, sog' bo'ling, sizlar bilan men Abdugay.